Birga rivojlanamiz loyihasini birinchi videosi instagram.com saytiga kirib olamiz va bizadan Instagram so'raydi, telefon raqam yoki pochta. Demak, biz nima kiritamiz? Albatta pochta kiritamiz. Nima uchun pochta? Hozirgi kunda O'zbekiston telefon nomerlarida muammolarga duch kelgani uchun. Ikkinchisi password, ya'ni parolinglarni to'g'ri kiritishinglar kerak bo'ladi. Esingizdan chiqmasa yozib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Keyingisi tug'ilgan yilimizni kiritishimiz kerak. Ism, familiyalar. Xo'p. Sizlar bilan birgalikda endi ko'rib o'tamiz. Demak, biz instagram.com saytiga kirib oldik. Birinchi qadam pochtamizni kiritdik. Ikkinchisi parolimizni yaratib oldik. Uchinchisi tug'ilgan yil oylarimizni to'g'ri kiritdik. To'rtinchisi ismimizni yozdik. Beshinchisi username. Demak, bizning kanalimizning, loyihamizning nomi birga rivojlanamiz. Demak, bu tugmani bosamiz. Bosganimizdan keyin bizning pochtamizga xabar keladi. Ya'ni tasdiqlovchi xabar keladi. Ushbu xabarni kiritaveramiz. Kodimizni kiritib oldik. Endi ozgina kutamiz. Telefon raqamini so'radi. Biz telefon raqamini kiritib yubordik. Hozir bizga Instagramdan parol keldi. Demak, o'rtoqlar, birga rivojlanamiz degan loyihamiz tayyor. Endi biz bunga logo sozdovat qilishimiz kerak, ya'ni yaratishimiz kerak. Keyingi videoda logoni qanaqa yaratish haqida videoni ko'rishingiz mumkin.